chorvachilikka yoki boshqaga turishlikka qanaqa chiqarib o'sha qo'shimcha ish o'rinlari yaratish asosiy o'sha ko'zlangan maqsad и tadbirkorlikni rivojlantirishga bank tomonidan moliyaviy turtki berish. Bu o'sha 112 sonli yo'nalish xos shu avval yo'nalishni qilish uchun 2 yil muddatga olish mumkin, 2 yil muddatli davr. Bundan tashqari chorvachilik yo'nalishida olish mumkin, 4 yil muddatga, 1 yil muddatli davr. Aylanma mablag' olish mumkin, tadbirkorlar shu 1,5 yil muddatga 6 oy muddatli davr. Shuningdek, 285-sonli shu dilimizni shu qarorlarga asosan hamroh dasturlar doirasida belgilanadi. Bu ham bir-biriga o'xshash shartlari, faqat bunda aylanma mablag'ni muddati hamroh uzunroq, 22 yil muddatga ajratiladi. Keyin o'sha bank o'zini mablag'lari hisobidan osonlari orqali bor yuridik shaxslar uchun. Bunda o'sha yangi tashkil etilgan yaqinda